Bärini selam. Bugün biz yardım kalenderi распаковка. Ne ikinci ящик. İkincisinde bizde osmonday kichkintoy shokolad chiqdi. Endi uchinchisi mine. Uchinchisini ochamiz. Yo'qsa tag'ida konfet chiqdi. Birinchi yashikka elik. O mine. Mana shunga osmonday rozvoy konfetlar bor ekan. Endi 5-yashikka ochamiz. O mine bizde. Hajizda bizde fiyoletoviy konfetlar chiqdi. Endi biz altini ochamiz. Bu mine. Najaqda bizde birinchi ayazata chiqdi osmonday. Endi 7 hozir biz 7-yashikka ochamiz. Bu najaqda. Najaqda bizde osmonday rozvoy konfetlar chiqdi. Endi biz 8-sini ochamiz. 8-si o najaqda ekan. Najaqda bizde bunday kichkintoy konfetlar chiqdi osmonday. Endi biz 9 ochamiz. 9 bizde najaqda. Najaqda osmonday fiyoletoviy konfetlar chiqdi. Endi biz 10-yashikka ochamiz. Ya'ni najaqda bizde 2-chi ayazata chiqdi. Kichkintoy. Ya'ni 11. Mine как раз 11. Najaqda osmonday fiyoletoviy konfetlar ekan. Endi biz 12ni topamiz. 12. Najaqda bizde osmonday tag'ida 3-chi kichkintoy konfetlar. Endi biz 13-yashikda ochamiz. Bu da bizde ko'p konfetlar bor ekan. Endi biz 14-yashikda ochamiz. Bu bizde tak. Najaqda ekan. Bizde endi fiyoletoviy konfetlar chiqadi ekan. Endi biz 15-yashikda ochamiz bu yoqda. Ne var ekan? Ne 15-yashik bu. Najaqda bizde osmonday rozvoy konfetlar bor ekan. Endi biz 16-yashikda ochamiz. 16 bizde najaqda. Şimdi ko'k konfetlar chiqdi. 7-yashikda ochamiz. Bu najaqda ne var ekan? Najaqda bizde ayazata bo'libdi. Endi biz 18-yashikda ochamiz. Bu yoqda bizde ko'k konfetlar chiqadi ekan. Endi biz 19ga kelib, 19 qayerda? Tak. Najaqda ekan. Biz ona shuni ne var ekan? Qaraymiz. Endi biz 20-yashikda ochamiz. Bu najaqda bizde o'sib. Şimdi bitta rozvoy konfetlar chiqar ekan. Endi biz 21da ochamiz. Bu yoqda bizde ne var ekan? Bitta fiyoletoviy konfetlar bor ekan. Bizde 22-yashikda ochamiz. Hozir bu bizde o'sha yoqda ekan. Najaqda biz o'sha kichkintoy konfetlik bor ekan. Endi bizda 23da ochamiz. 23 bizde najaqda. Bu yoqda bizde rozvoy konfetlar bor ekan. Endi bizde 24ga keldik. Najaqda bizga bonus yoqdi. Najaqda 2 ayazata chiqdi bizga. Barni sog' bo'lingizlar. Sizlarga Malika Kumnika.